Kvadrober nima deydi? Bir ustalik egasi degani zakonni kasbi. Dada mahallaga nomimizda chiqaraman. Rahmat, bizning mahallaga nomimiz chiqadi. Senlarni sog' salomat. Yur bacham, yur. Ana seni ham o'g'lingga yazlash bir kvadrober bo'lsa bir ustalik egasi bo'laydi-da. Alo, ha. Sen o'g'ling qamaluvda? Bizning o'g'ilcha kvadrober bo'lib dedi, oshkut. Bizning o'g'ilcha kvadrober bo'ldi, ha, hamsiyalar. Hamsiyalar yurak yorilib tam skor joqiringlar, bu o'lib qolmasin. Bitta pazarni ham joqiringlar. Ko't var yonibdi. Adalo sen o'g'ling bu ham bilmaydi, danga. Jo'rajon bir maslahat. Kvadroberlik uchun bu qo'yibdan bir nima bo'lib ketlagan. Dada shuni o'taring. Nima bo'lib? O'taring. Mana. Bus bobik deng. Bu sabobik. Ekspertlar fikricha, kvadroberlik bola o'ziga hayvonlarning agressiv harakatlarini qabul qilishiga, Yazla pullo. Men bir bah. Ha, Bobikjon. Ha dada, almochasi yo'qsizmi? Yo'q, sizni bog'laymiz bacham. Siz kuchukku. Kuchukda yashashingiz kerak. Axo deysizmi? Och qo'llam. Ha, kechagi suyaklar bu ishlarni beraman. Qilib uyda quyruqlab yurasiz. Kuchukkusiz. Va kvadro. Kimsiz? Bo'mrodman. Ana shunday, bo'mrod bo'lib yashang jonim bacham. Noxuz eshak bo'lsangiz, ana bu taxt turibdi. Eshak bo'lsa suyak kuracha bo'laydi-da bu. Только заработан потом и кровью.